obunachilar mana shu narsani sotib olishni juda yaxshi ko'rasizlar. Sizlar uchun juda katta kolleksiyada yana kelyapti. Sizlarga zo'r yengilligimiz narxini endi hech qat'iy yo'q narxda qilib beramiz. Bu RGB svetilnik 6 ta vazifani bittada bajaradi. Ustiga telefoninglarni qo'ysanglar zaryadga oladi. O'zini 7 xil rangda yonadigan svetilnigi bor, radiosi bor, budilnigi bor, soati bor. Juda ham zo'r narsa. Podarkaga kimga olmoqchi bo'lsanglar, bemalol olsanglar uyaltirib qo'ymaydigan narsa. Endi bundan buyog'iga buni narxini bor yo'g'i 125 ming so'm qilib beramiz. Yana bitta zo'r taklif beramiz. Hozir bitta ko'rsatib ketgandan keyin taklifni oxirida aytib ketaman. Svetilnik haqida qisqacha ma'lumot aytib ketamiz. Ko'rayotganingizdek zo'r funksiyalari bor. Soatni ko'rsatib turadi. Undan tashqari budilnigi bor, radiosi bor. Telefoningizga bespirovodnoy zaryadka olsa, ustiga telefonni qo'ysanglar zaryadka ham beradi. Hech qanaqa pitani berishinglar shart emas. O'zining akkumulyatori bor, zaryadkasi ham bir kunga yetib beradi. Ranglari ko'rayotganingizdek 7 xil rangda bemalol o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Agar muzika qo'yadigan bo'lsangiz, muzikaga moslab o'zining rangini o'zgaradigan qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zining orqasida katta kolonkasi bor. Bemalol Bluetoothdan ulab turib, buni kolonka sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Yosh bolasi borlar bemalol qurg'onmi yoki boshqa narsa qo'yib qo'ysanglar, ovozlarni ham zo'r chiqarib beradi. Orqasida bitta zaryadka Type-C dan oladi. Undan tashqari 2 xil fleshkada narsa yozib turib, fleshkadagi narsani qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi sizlarga beradigan taklifimiz mana shu 6 ta korobkali svetilnikni reklama qildik. Shu videoni ko'rib, eng birinchi buyurtma bergan 6 ta insonga shu svetilnikning narxini bor yo'g'i 99 ming so'm qilib beramiz. Faqat 6 ta dona bu narsani belgilaganmiz. Undan keyin zakaz beradiganlarga narxi bor yo'g'i 125 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa buyurtma beraverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.